Biz ayni paytda Qo'shtepa tumanidamiz. Ko'rib turganingizdek, tuman aholisi ham sportga befarq emas. Erta tongdan tashkil etiladigan badan tarbiya mashg'ulotlari, qolaversa 5000 qadam faol yurish aksiyalarida tuman aholisi o'z ixtiyori bilan ishtirok etib, sog'lom turmush tarziga befarq emasligini amalda ko'rsatmoqda. Sport salomatlik garovi uzoq umr kechirishning asosiy mezonlaridan biri sanaladi. Kun avvaldan qilingan har qanday jismoniy harakat, ayniqsa piyoda yurish, badan tarbiya mashg'ulotlari insonga xush kayfiyat ulashish bilan birga yangi kuch to'plash imkonini beradi. Bugun Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida ham tuman hokimligi, nuroniylar, sport maktabi va mahalla fuqarolari yig'inlari hamkorligida aholi o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni ommaviyligini oshirish maqsadida olib borilayotgan samarali ishlarga ko'zingiz tushadi. Tuman markazidan tortib eng chekka hududlardagi stadion sport majmualarida jamlanib, sport orqali o'z salomatligini tiklayotgan yurtdoshlarimiz bugun ko'pchilikka ibrat bo'lishmoqda. Ayniqsa davlatimiz rahbarining 7-aprel kuni sportni ommaviyligini oshirish bo'yicha bergan topshiriqlari bu kabi tadbirlar ko'lamini kengaytirishga xizmat qilmoqda. 5 kilometr masofaga mo'ljallangan sog'lom hayot uchun 5000 qadam piyoda yurish tadbirlari tugagach, qo'shtepaliklar badan tarbiya mashg'ulotlariga saf tortishdi. Sport mutaxassislari ishtirokida o'tkazilgan mashg'ulotlar ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyatni hadya etdi. Biz mana harbiy xizmatchilar bugungi Qo'shtepa tumanida tashkil etilgan yurish marafonida ishtirok etdik va bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimiz tashabbusiga ko'ra mana shunday yurish marafonlari, musobaqalar tashkil etilyapti. Mana shunday marafonlarda biz harbiylar va kuch tuzilmalarining ishtirok etishi bugungi kunda yoshlarimizga vatanparvarlik ruhini singdirishga yordam beryapti. Shu kuni tumanda sport kuni bo'lganligi bois mahalla, ta'lim muassasalari va sport maktablarida turli ko'rinishdagi musobaqalar tashkil etildi. Ayniqsa voleybol bo'yicha kechgan qiziqarli bahslarda o'quvchi yoshlar bilan birga mahallalarga biriktirilgan murabbiylar tayyorlagan jamoalarning faol qatnashgani barchada katta taassurotlar qoldirdi. Yaqinda prezidentimiz video selektor o'tkazdi. O'shunda alohida mahallalarga biriktirilgan trenerlar to'g'risida aytib o'tib ketdilar. Bunda juda ham xursand bo'ldik biz. Bu gaplardan ruhlangan holatda biz trenerlar ham albatta bu sportga kengroq aholini jalb qilishga harakat qilamiz va albatta yuqori natijalar qilamiz. Shug'ullangan vaqtimizda sharoitlar yo'q edi, tashqarilarda shug'ullanardik, qumlarda, hatto sport zalimizda poli bo'lmagan rosti. Hozirda sharoitlar yaxshi, Xudoga shukr. Prezidentimiz tashabbusi bilan bizga zamonaviy binolar tushdi. 2ta markaund maydoni tushdi, 2ta universal maydon tushdi. Beshteshabuz olimpiadasida 3 yildan buyon respublikada qizlarimiz chempion bo'lib kelyapti 22-30 yosh toifasida. Markaund maydonlar yutib kelishdi. Bir so'z bilan aytganda, sog'lom turmush tarzi tarafdorlari ishtirokida uyushtiriladigan bunday tadbirlar hamyurtlarimizni o'z salomatliklariga befarq bo'lmaslikka chaqirib, sportni sevishga va sport bilan yashashga undamoqda.